Dadisi yo'q yetim qiz. Dadisi yo'qning to'yi bo'lmaydi. Dadisi yo'qning nadiki baxit. Dadisi yo'qni shundoq olmaydi. Dadisi yo'qni nima qo'yibdi to'y ko'ynak kiyishni? Dedingizmi? Do'stim, to'g'ri. Men dal shu dadisi yo'q yetim qiz. Kichiklam rahmatli dadamdan ayrilib qoldim. Ammo bu mening xatoligimmi? Pulimiz yo'q. Sabiy, kichik vaqtlarimizda. Bizdan aybiranlikni o'tirdim bo'lib yegan. Biz qach to'sammifanmi? Ikkiga bo'lib qo'sqimizni to'ydagan. Qishning kuni uxlash kiyimingiz yo'q. Men ishchini siz dishini kiyib, mishinchilik karvat qilib yetib bila uxlagan. Bila o'ynab cho'ng bo'lgan do'stim, qayrindishim. Shuncha yanaga patgan, endi mushu zamonga patmadingizmi? Sizga nima lozim? Nima istaysiz mendan? Nima kerak? Meni rasvo qilishmi? Rasvo qilma. Xalq olam oldida o'z eg'izi bilan shaxsiy turmushini shundoq oshkorildimi deb sizga oshkorlab berdim. To'g'ri? Hech kim meni ayblamadi. No'chkansiz, qaysarkansiz, g'ayratlikansiz dedi. Chunki bu haqiqat. Men yaralangan. Mening qalbim yaralangan. Qalbim emas, mening jismim yaralangan. Men hayotimni qutuldirib qoldim. Gerçi dadam yo'q, yetim bo'lsam-mu, onam bor, qarindoshlarim bor, do'stlarim bor. Men shularga lozim. Men hayot turishim kerak, men yashashim kerak. Men faqat hayotimni qo'g'didim, o'zimning huquq-manfaatimni qo'g'didim. Sizga nima bo'ldi? Sizga nima lozim? To'plarni qurib, mening o'tmish videolarimni yo'llashib. Sizga nima bo'ldi? Rahmatli dadam deydigan, "Bolam og'zimizdan oshgan sungakni ishga tashlab beramiz. Ishmas'ul o sungakni g'ajilashqa" deb. Ishchig'ida baba, sizga shu oshgan sungakni tashlab berishga bo'lmaydi. Siz ishchilikmi bo'lanmadingiz? To'g'ri, to'yim buzildi. Bu o'zimizning ishi, bu shaxsiy ishim. Mening yuragim go'sht, sizningga o'xshash qip-qizil go'sht. Menmi bir qiz bola, menmi ayol, menmi sizga o'xshash ayolg'uchi. Menmi azor yeguvchi. Mening qalbim yaralangan. Menmi bir ziyonlang'uchi. Mening ko'nglim og'riydi. Mening ko'nglim azor yeydi. Sizjo? Nima kutganligingizni bilmaysiz-ku, faqat meni rasvo qilmoqchi. Nimda pitniga taqatdingiz? Oshkorlab beray. Habibi bilan Katalga qochib ketgan. Endi bir tuğhavsi bor. Shuning bilan ko'tarilgan. Unutib qolmang, dasmolchiray, rivanda, adam emas, adam qilipidan chiqayotgan maymunchiray satzangi. Men hech qachon birov erga tayinib baxmadim. Men faqat o'zimning qobiliyatimga, Aybarchin savdo-chaklik shirkatimizning Aybarchin jigar asrash butun badan oqartish suzuldirish talqinimiz shundaqli mahsulotlarimiz izchil shu mahsulotni tutib kelyapman, shuni setyapman, ta'minlayapman. Shu orqali men izchil o'rganish qilish, izchil tirish orqali bugunga keldim. Qandaqdir bir atalmış to'g'av yoki sizning habibiringizga tayangan yer yo'q. Bek xatolashibsiz. Gaplarning hammasi yolg'on. Hech qachon javob o'qishtirmadi. Men javob o'qishtirganimni oshkorlaymi? Aniq chiqarib beraymi? Lekin uni chiqaraman, ammo sizning degan gaplaringizdan tortib, sizning kim ekanligingizdan tortib, sizdan tortib mushu yerga yo'layman. Xizmatdan ayrilishdan qo'rqmaysiz-ku, ha? Men qo'rqmayman. Men rasvo bo'lmayman. Menda xatolik yo'q, menda gunoh yo'q. Butun ko'rurman do'stlarning hammasi tunugungi vlogimga yaxshi qarab yiqing. Kim meningini xato dediki, hammasi haq nahaqni ayirib turib so'zlab beryapti. Oshkorlang, kimligini ko'rsatding dedi. Men sizni shundoq oshkorlaymanki, ammo hozirgi og'zingizda tishlanayotgan meningiz tortilib qoldi. Men davomli o'rganishimni qilib, yo'limni tepib ketaverman-yu, ammo siz joyingizda to'xtab qilib, qilishingiz mumkin. Siz menga o'ylagan nacharlikni men o'ylamaganligim uchun sizni hozirgacha oshkorlamadim. Haras, to'plarni baq qurib, bak yo'llab ketibsiz. Bu qonunga xilof degandim-ku. Tushdan keyin yoqi suhbatlar qanday bo'lyapti? Balkim hozirmi suhbat elish jarayonida bo'lishingiz mumkin. Balkim 24 soat ekan yoki 48 soat ekan mening bu vlogimni ko'rish fursatiga erishingiz mumkin. Mush gapni ochiq oshkora dodillik bilan deyalaydiganligimni isbotlash uchun men buni tatdim. To'g'ri? Men albatta oshkorlayman. Kaynimdan hech so'zlab yurmangla. Sizlar men bo'p yashab boqmagan. Men sizlarga yoqmag'inimdek, sizlarmi ham menga yoqmagan.